Qorda olib tushib nima qilsam qilaman jonikim. Yo'q, bir-birimizni hozir anaqa qilish niyatim yo'q, janjal qilish niyatim yo'q. Prosta siz yozilgan pulni bering. Yandex yozib qo'ygan pulni bering. Men bermayman buncha pul. Men nimaga har doim 15 mingga kelaman men. To'g'ri tushuring, 85 ming so'm yozib qo'ygan. Shu yozilgan pulni bering, bo'ldi aka. Sen meni asabimga bunday tegmagin, menga bunaqa nedorozumение bo'lmagin, menga bunaqa narsalar yoqmaydi. Olsang ol mana shu pulni, bo'lmasa 15 mingdan ham quruq qolasan. Yo'q aka, bo'lmasa qo'yavering, men Xudoga solib qo'yaman. To'g'risi, mayli, olmay ham qo'yaveraman. Menga kerak ham emas. Prosta aravakashmisan, bilib-bilib ishingni qilgin. Nimaga topsiz pulni? Bilib-bilib ishingni qilgin. Hozir yomon bo'ladi. Uchun asabimni bunaqa buzmagin. Vodiyna kelib ishingni qilsam, ishingni qilginda, tirikchiligingni qilgin. Yaqin vaqtgacha qayerdan ekanligimni aytishga uyalganman va bu narsani yaqinda tojikistonlik bolakay Qobiljon bilan bo'lgan voqea bilan ham aloqasi bor. Men Samarqandda Paxtachida tug'ilganman. Biladiganlar bo'lsa, Paxtachi bu Samarqandning eng chekka tumani, bizdan keyin Navoiy shahri boshlanadi. Va o'sha yoshligim o'tgan joyda mahalliychilik sabab o'z yashash joyimni aytishga uyalganman va boshqa joyda aytganman. Shu darajada bo'lib qolgan. Shaharliklar bizani, ya'ni paxtachiliklarni chakki deb ahmoq qilishardi. Men nechta odam bilan tortishganimni, nechta odam bilan urushganimni, nechta tanishim, jo'ralarim bilan do'stlik aloqalarini uzib tashlaganimni o'zim juda ham yaxshi bilaman. Shu darajada yomon ko'rardim. Meni qayerdan ekanligimni bilib, o'sha joydan ekanligim uchun ustimdan kulgan odamlardan shu darajada nafrat paydo bo'lgan. Bu narsa hozirgacha menda saqlanib qolgan kerak bo'lsa. Katta bo'ldim, o'qishga kirdim, Toshkentga keldim va bu yoqda mahalliychilikda bundan ham, ya'ni o'sha qishlog'imdagidan-da kattaroq bo'lgan toshkentliksan, sen viloyatliksan degan muammoga duch keldim. Odam qayerda tug'ilishini, qaysi millatda tug'ilishini, qanaqa holatda tug'ilishini qo'pol bo'lsa ham o'zi tanlay olmaydi. Buni iloji ham yo'q. Lekin tug'ilgan joyini boshqalardan ustun ko'rib, tug'ilgan millatini boshqalardan ustun ko'rib, boshqalardan o'zini bir pog'ona baland tutib, boshqa bir o'ziga o'xshagan insonni pastga urish, uni qadr-qimmatini pastga urish bu insonga xos jihat emas. Nimaga yuqorida tojikistonlik bolakayning misolini aytdim. Ikkala holatda ham qaraydigan bo'lsa, agar mahalliychilik bilan millatchilikning o'rtasida to'g'ri katta farq bo'lishi mumkin, lekin umumiy maqsadi, umumiy tag-tugini olib qaraydigan bo'lsak, g'oyalari bir-biriga juda ham o'xshash. O'zini baland ko'rsatish, boshqa bir odamni pastga urish yotibdi. Ikkalasida ham. Rossiyadagi holatda tojikistonlik bolakayning o'lgani nechta odamning noroziligiga, nechta odamning e'tirozlariga sabab bo'ldi. Nechta odam bu haqida gapirib chiqdi. Tojiklar u yoqda tursin, o'zbeklar, qozoqlar, butun Markaziy Osiyo davlatlari gapirdi mana shu mavzuni. Meni o'ylashim bo'yicha biz mahalliychilikni yo'qotishimiz uchun kimdir jon berishi shart emas. Shunchaki atrofga qaraylik, hamma bir xil inson, shaxs, bir xil huquqqa ega. Mana shunda qanaqadir o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman.